Assalomu alaykum muhojiratga aziz qarindoshlar, juma kuninglar xayrli bo'lsin. Bu xayrli juma kunida sizlar bilan yaxshi, xushallanarli xabarlarni ham berlasam bo'ladi, ammo men shunga majbur bo'lib qoldim. Sizlar bilan shu musibatli xabarlarni o'rtoqlashishga, birga hal qilish chorasini topishga majbur bo'lib bu videoni qilyapman. Qarindoshlarim uchun musibatga yo'liqqan, kesh kunduz xotirjam yashayolmayotgan shu Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarim uchun biz zarra qadar foydam tegib qolsa ajab emas deb bu videoni qilib turyapman qarindoshlar. Shu Turkiyada necha vaqtdan beri har xil sabablar bilan, har xil bahonalar bilan nurg'un qarindoshlarimiz tutib qo'yib berildi. Ularningki gunohi nima, hech qanday bir ochiqlama aniqlab berilmadi. Bazılarının derneklerimiz, teşkilatlarımız yo'llangan bo'ldi. Bazılarını sosyal medyadan şu qarindishimizniki haqqini qo'g'dab, xabarlar chiqqandan keyin qo'yib berilgan bo'ldi. Qarindoshlar, nima uchun bizga Turkiyada bir rohat bir yashash fursati berilmaydi? Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Bizning dernek tashkilotlarimiz buningki yo'lni mengib shu xotirjam bo'lgan turmushni Turkiyada bizga yaratib beraman deb Uyg'urlarga. Menen yana bir deydiğim qarindoshlar. Şu Türkiye'de her qanday bir Uyg'ur tutilib ketgan cho'qim ya yaqinlar bo'ldi, ya ata-onasi urug' tuqqanlar bo'ldi. Yani şu ata-onasi, yaqinlari, tuqqanlari şu tutilib ketgan qarindoshlarimizning tutilib ketish sababi, nima deb tutilib ketdi, qaysi shakl tutilib ketdi, shu kishiningki iqomat Turkiyada necha yil yaqin yashayapti degandek ma'lumotlarni Türkçe yazasam, Türkçe bo'lmasa Uyg'urcha yozib o'zinglarningki Facebook sahifasida va yoki WhatsApp to'plarga yozib yo'llab qo'ysanglar, Uyg'urlarning haqqini qo'g'dab, Uyg'urlar uchun xabar yozgan medialar, Uyg'urlar uchun ko'ngil bildirgan millat vakillari va yoki siyosiy yo'llar Turkiyadagi mavjud hokimiyatga besim tushirdi qarindoshlar. Biz o'zimizning haqqini qo'g'dashni o'rganaylik. Bizga egchi qilgan o'zimizning davlat diplomatlarimiz bizningki kuchimiz bo'lmagandan keyin aldılar Rabbimizga duo qilib turib, shuninglar bilan birga Uyg'urlar ko'ngil bildirgan kishilarga bu ishlarni uqtiraylik. Nima uchun biz Turkiyada acaba xotirjam yashamaymiz? Necha millionlagan shu chet elliklar yashayotgan Turkiyada necha 10 mingdek Uyg'urningki yashash haqqi yo'qmi acaba? Bizning musulmon qarindishim, turk qarindishim degan shu Turkiya davlatiningki necha ming Uyg'urni xotirjam yashitib, shu ko'ngli parakanda qilmay, kechillar tutib ash ketmay rahat qo'yib berishga imkon yo'qmi acaba? Men so'zlasam, gap qilsam, ochig'im bilan nurg'un narsalarni so'zlab ketganman qarindoshlar. Shuning uchun muhojiratdagi barliq umum qarindoshlar bir-birimizga egishishni, shu qarindoshlarimiz tutilib ketgandan keyin u qarindoshlarimizning kendan gap so'z tepishamiz. Shu qarindoshlarimiz uchun nima qilib beralaymi deganni o'ylaylik. O'zimizningki sosyal media hisoblarini foydali uchun qo'llanaylik. O'zimizning haqqini qo'g'dash uchun ana shu qarindoshlarimizning xabarlari tarqalgandan keyin bo'z inglizcha, arabcha, uyg'urcha, turkcha har xil tillarda uni taqtaylik qarindoshlar. O'zimizning haqqini qo'g'daylik. Dernek tashkilotlarimizga besim tushiraylik. Dernek tashkilotlarimiz Sharq Turkiston va Uyg'ur nomini qo'llanib turib, dernek tashkilotini qurib, necha yildan yaqin o'zini kuchlantirib bir saviyaga yetgan ekan, Uyg'ur uchunmi xizmat qilish majburiyati albatta bor. Biz buni xotirlatishimiz kerak, buni talab qilishimiz kerak. Uyg'urlar uchun xizmat qilayotgan dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilotlar uchun biz bu xizmatni qilishni talab qilishimiz kerak. Agar Turkiyadagi dernek tashkilotlar buning kuchi yetmay yoki bo'lmasa u yerda buni ro'yobga chiqarmasa, Uyg'urlarningki Turkiyada xotirjam yashashini Turkiyada Uyg'urlarni chekka qo'ysa bo'ldi. Chekitayda chekka qo'ymasa, u yerda yashaydi xotirjam yashashga qo'ymasa, hatto uzundan iqomati bo'lgan Uyg'urlarningki shu nüfus adresini, o'zining uyga o'rlashtirilgan nüfus adresini yo'qlan bahonalar bilan yo'q qilib etib, o nüfus adresi yo'q deganlik bir davlatning ichida qochoq degan gap bor. Turkiyaningki murakkab vaziyatida bir odamni yo'lda soqish tekshirsa, uningki iqomatida nüfus adresi bo'lmasa, qochoq kelsa deb shu yerda tutadi. Hatto shu nüfus adresini bekor qilinayotgan Uyg'urlar bekjiq ekan. Shunda qarindoshlarimizmi o'zining nüfus adresini bekor qilib etilganligini bilib, qo'rqib yashayapti. Mush masalalarning hal bo'lishi uchun hammamiz o'rtak kuch chiqarishimiz kerak. Ya'ni gapim qaytib kelsa qarindoshlar, Turkiyadagi dernek tashkilotlar bu ishni qilmasa, Yevropada harakat qilayotgan dernek tashkilotlar
Şu Avrupa'daki her kaysi şu insan hakları teşkilatları ya kişilik hukuk kuruluş degandek Muşadaki xavf ostida qolgan millatlarni qo'g'daydigan har qaysi organlar bor ekan, shu organlarga materiallarni tayyorlab Turkiyadagi Uyg'urlarninki xotirjam yashash uchun mushadan Turkiyaga besim qo'lga ishni qilaylik qarindoshlar. Yevropadagi tashkilotlar. Endi bir davlatdan muhojir bo'lib ketib chiqqan Uyg'urlar chet elda rahat yashamasa, o vatanimiz Sharq Turkistondagi 35 million xalqni qanday ozod qilamiz? Nurg'unlarimiz o'zimizniki turmushiga, o'zimizning baybayasha turmushida yashab, shu o'zimiz turayotgan davlatlarning vatandoshligini ilib turmushiga tushib ketdik. Endi shu Turkiyadagi ko'ngil sodda vatan millat uchun hamma narsamni bersam bo'ldi deydigan qarindoshlar xotirjam yashamay, har xil munofiqlarniki shikoyatlar bilan tutilib ketsa, bu vatanimizning davosini kim qildi qarindoshlar? Yana gapim uzrab ketib qoldi. Shunda bo'lsin, to'g'ri tushuninglar. Uyg'urlarning haqqini qo'g'dashni o'rganaylik, o'zimizning haqqini qo'g'dashni o'rganaylik. Turkiyada necha minglagan tul ayol yetim bolalar bor, shularga ega chiqishni o'rganaylik qarindoshlar. Gapim tugadi, Allohga omonat. Yana bir ko'rishamiz. Alloh taolo muhojirat yashayotgan hammamizni har joyda omon qilsin. Allohga omonat. Assalomu alaykum.